Separatsiya nima va nega kerak? Separatsiya bu ruhiy kindigikning uzilishi va sog'lom qaytadan bog'lanishi demakdir. Umri davomida ruhiy kindigi uzilmagan ona bolalar yoki ota bolalar har ikkalovlar ham qiynalishadi. Chunki har bir insonning o'zini hayot yo'li bor. Shunday bir o'g'il farzandlar borki, onasi bilan ruhiy kindigi uzilmaganligi natijasida onasini fikridan tashqari fikrlay olmaydi. Onasini ko'rsatgan yo'rig'idan tashqari yo'lni ko'ra olmaydi. Bu narsa esa onasini maqsadlarini amalga oshirish uchun qulaylik, lekin o'g'ilni o'zini hayotini o'zi qurishi uchun to'siq bo'ladi. Shuning uchun ham har bir farzand, o'g'ildir, qizdir, ota-onasi bilan ruhiy kindigini vaqtida to'g'ri uzishi, lekin bu og'riqli bo'ladi doim. Keyin esa sog'lom munosabatlar bilan qayta bog'lanish jarayoni muhim.